Standart almashuv videosi 16. Evakuatsiya paytida harakat qilish usullari. Yong'in paytida harakat qilish usullari. Yong'in tufayli evakuatsiya qilishda harakat qilish usullari. Avvalo, yong'inni ko'rsangiz, baland ovozda yong'in deb baqirib, boshqa odamlarga yong'in haqida xabar bering yoki yaqin joyda favqulodda signal qo'ng'irog'ini bosing. Binoning ichida yong'in chiqqanda evakuatsiya qilish videosi. Eshikni ochish paytidagi harakat usuli. Yong'in paytida evakuatsiya qilishda eshikni ochish kerak bo'lsa, avval qo'lingizning orqa tomoni bilan eshikning issiqligini tekshiring. Bu vaqtda eshik issiq bo'lsa, bu qarama-qarshi tomonda kuchli issiqlik borligini anglatadi. Shuning uchun eshikni ochmang va boshqa yo'lni qidiring. Evakuatsiya paytida ochiq qolgan eshikni ochiq qoldirmaslik kerak. Eshikni ochiq qoldirsangiz, issiqlik va tutun uchun harakat yo'li bo'lishi mumkin. Shuning uchun eshikdan o'tgandan keyin uni yopganingizga ishonch hosil qiling. Yong'in sodir bo'lganda qanday harakat qilish kerak? Harakatlanayotganda tutundan ehtiyot bo'ling. Yong'in tutunida turli xil zaharli gazlar mavjud bo'lib, ulardan biri uglerod oksidi bo'lib, uni nafas olganda 2-3 daqiqa ichida hushdan ketish va 10-20 daqiqa ichida olish mumkin. Shuning uchun sochiq yoki kiyimlarni suvga hollab ogiz va burunni yopish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, harakatlanayotganda pastga egilib harakat qilish kerak, chunki tutun issiqlikni oz ichiga oladi va shiftga tolib pastga tushadi. Bu yong'in sodir bo'lgan binodagi lift ichidagi haqiqiy video. Evakuatsiya paytida liftni ishlatish taqiqlanadi. Yong'in tufayli evakuatsiya qilishda hech qachon liftni ishlatmaslik kerak. Lift yong'in chiqqan qavatda eshigi ochilishi yoki elektr uzilishi tufayli to'xtab qolishi mumkin. Bu esa olov va tutunning kirib kelishiga va xavf tug'dirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun vertikal evakuatsiya paytida lift o'rniga zinalardan foydalanish kerak. Pastga evakuatsiya qilish imkoni bo'lmaganda harakat qilish usullari. Agar pastga evakuatsiya qilish imkoni bo'lmasa, tomga chiqib evakuatsiya qiling yoki ichkarida o'rnatilgan evakuatsiya uskunasidan foydalaning. Bu yuqori binoda oynani ochib, qutqaruv so'rovi yuborish videosidir. Agar yong'in chiqqan binoda qolib ketsangiz, avvalo yong'in yoki tutun bo'lmagan oynadan tashqariga qutqaruv so'rovi yuboring yoki mobil telefon yoki sochiq kabi narsalardan foydalaning. O'zingizning izolyatsiyalanganingizni tashqariga bildiring. Shuningdek, tutunning ichkariga kirishini oldini olish uchun eshikning tirqishlarini namlangan mato yoki sochiq bilan tosing. Ichkarida oson yonadigan narsalar bo'lsa, ularni olib tashlash yoki suv sepib olovni tarqalmasligini ta'minlash yaxshi, lekin hech qachon tashqariga majburan sakramang va qutqarilishingizga ishonib, xotirjam kuting.